davom etamiz. Endi ordinal, nominal va binary datalarni tibbiyot nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Ordinal data o'rni o'zgarsa, ma'nosi o'zgaradi. Bu degani bizning oftalmologiya sohasida o'ng ko'zning ko'rish o'tkirligining natijasi va chap ko'zning ko'rish o'tkirligi. Bizda oftalmolog agar yoki biz tahlil olib borganimizda o'ng ko'zning ko'rish o'tkirligini chap ko'zga yozib qo'yadigan yoki teskari holatda chap ko'zning natijasini o'ng ko'zga yozib qo'yadigan bo'lsak, bundan bizning tadqiqotimizda ma'no va uning natijasi o'zgaradi. Ya'ni tahlillar natijasini o'rni o'zgarganda uning ma'nosi ham o'zgaradi. Ikkinchi holat nominal data o'rni o'zgarsa yoki ma'nosi ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu degani biz bitta bemorning kasallik varaqasiga birinchi o'rinda tana harorati, ikkinchi o'rinda yurak urishlar soni yoki nafas tezligi yoki qondagi eritrotsitlarning sonini kabi tartibda shablonda keltirishimiz kerak bo'lsa, biz ularning o'rnini, masalan, birinchida turishi kerak nafas olishlar soni, ikkinchida masalan qondagi eritrotsitlar soni turgan bo'lsa, biz bularning o'rnini alishtirib yozgan taqdirimizda ham ma'nosi o'zgarmaydi. Ya'ni birinchi holatga qondagi eritrotsitlar sonini keltirib, ikkinchi holatimizda nafas olishlar sonini keltirsak ham ma'nosi o'zgarmaydi. Ya'ni bu bizning tadqiqotimizga ta'sir qilmaydi. Ordinal datada bu ta'sir qiladi. Ya'ni hozir aytganimdek, o'ng ko'z natijalar chap ko'zga yoki chap ko'zning o'ng ko'zga yozib qo'yadigan bo'lsak, yoki bir bemorning natijalar varaqasiga ikkinchi bemorning ism familiyasini yozib qo'yadigan bo'lsak, bunda ma'no ham, uning tahlillar ham butunlay o'zgaradi. Uchinchi xil datamiz bu binary, ya'ni ikkita variant bo'ladigan data. Bu degani ko'pincha bizning so'rovnomalarimizda ha yo'q degan savol javoblar bo'ladi. Ya'ni mana bu kasallik bilan ilgari kasallanganmisiz, mana shu guruh preparatlarni qabul qilganmisiz degan savollar keltiriladi. Yoki ikki xil holatda bo'ladigan tana vazningizni yoki odam yoshini savol berilganda, aytaylik 10 dan 30 gacha, 30 dan 60 gacha deb ikkita variant keltiriladi. Mana yoshim 26 da, demak 10 dan 30 gacha variantini tanlayman. Xuddi mana shu holatda ikkita variant bo'ladigan datalar hisobga olinadi. Shuning bilan endi bizda mana shuncha o'rganganlarimizni nazariy tarafdan olgan bilimlarimizni amaliyotga joriy qilish. Ya'ni biz starta dasturida klinik oldi yoki klinik tadqiqotlarimiz natijasini tahlil qiladigan bo'lsak, birinchidan o'sha tadqiqotimizga biz bilmagan qanday yashirin omillar qancha miqdorda ta'sir ko'rsatadi, shuni konkret topa olamiz. Ikkinchidan tahlil natijalariga ko'ra kelgusida qanday holatlar yuz beradi, bu ikkinchi holatni oldindan topishimiz mumkin bo'ladi. Buni misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, biz ma'lum bir dori vositasini yaratdik, uni hamma tadqiqotlarni olib bordik va farmatsevtik bozorga chiqarganimizda biz topmagan nojo'ya ta'sirni bemorda
aniqlatildi. Bir nechta bemorda, aytaylik 200 ta 300 ta bemorda bitta nojo'ya ta'sir aniqlandi, lekin biz uni tadqiqotlarda topa olmagan edik. Va shu bittagina nojo'ya ta'sir sababli yaratgan dorimiz ham, o'zimizning obro'yimiz ham va olib borayotgan farmatsevtik ishimiz ham minusga ketib qolishi aniq. Agar biz natijalarimizni, datalarimizni Stata dasturida tahlil qiladigan bo'lsak, aynan biz topa olmagan o'sha nojo'ya ta'sirimizni Stata dasturi yordamida oldindan aniqlab turib, shuni oldini ola olamiz. Yoki bitta kasallikni aniqladik, lekin tahlil laboratoriya sichqonlari yoki kalamushlarda tahlil ko'rganimizda darslikda, ya'ni nazariy ilmiy asoslangan maqola bilan bir xil natija chiqmadi. Natijamizda o'zgarish bo'ldi. Biz o'zimizcha 6-7 ta taxmin qilamiz. Bunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, bunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Agar biz mana shu datalarimizni Statada tahlil qiladigan bo'lsak, aynan qaysi omillarimiz qancha foizda bizga ta'sir ko'rsatdi, nimaga tadqiqot ishi o'xshamadi, shu savollarimizga javob topa olamiz. Va 3-holatda bizning Stata dasturida olib borayotgan tahlillarimizni xalqaro miqyosga o'rgatib, tushuntirish shart emas. Yozgan maqolamizga qiziqishlar ortishi va xalqaro konferensiyalarda, anjumanlarda bepul holatda taklif asosida albatta qatnashish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni bu degani, hozir menda 2 ta imkoniyatim bor. Bittasi Ukraina, bittasi Rossiya konferensiyasiga qatnashish. Aynan mana shu ilmiy ishim global formatda bo'lganligi uchun shunaqa imkoniyatlarim bor va sizning yozayotgan maqolangiz prosta magistrlik ishi yoki PhD uchun bo'lib qolmaydi, balki chinakam tadqiqot ishi bo'ladi va sizning maqolalaringiz, to'plamlaringiz bepul holatida mashhur nashrlarda sotuvga qo'yiladi. Sizning mahsulotingiz sotuvga qo'yiladi. Xususan, mana ilmiy ishlarim Germaniya nashriyotida bepulga sotuvga qo'yilgan. Shuning uchun bu Stata dasturini tibbiyotga kiritishni maqsad qildim. Bu loyiha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi va kelajakda ham bir nechta rejalarim bor va o'z vaqtida barchaga xabar qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.